Assalomu alaykum, Chorva biznes kanalining qadrli obunachilari, ijtimoiy tarmoq, YouTube, Telegram, Instagram orqali bizni ko'rib kuzatib turgan aka opa singillar, hamyurt qadrdonlar. Hammaga xayrli kun. Bugun 2026-yil 10-yanvar, hafta kuniga shanba. Xudo xolasa haftaning oxirgi kunlari. Hurmatli kuzatuvchilar, Andijon viloyati Oltinko'l tumanidan yangi videolarimizni tayyorlayapmiz. Yangi partiyadagi mollarimiz. Qirg'iziston buqa deganlarga Qirg'iziston buqamiz bor. Qirg'izistonga hop gibrid, smeshinli varianti ham bor aka-ukalar. Pullari yengil xudo xolasa. Videoni shoshilmasdan, o'tkazmasdan oxirigacha xotirjam joylarga joylashib olib ko'ringlar. Xudo xolasa sizlar uchun foydali video bo'ladi. Like'larni bosib, bizni kamtarona mehnatimizni qo'llab-quvvatlab tursanglar, sizlar uchun juda ham ajoyib video tayyorlab beramiz. To'liq ma'lumotlarni beramiz. Kimgadir biz bergan ma'lumotlari ma'qul kelsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib, bemalol savdolarni qilaverasizlar. Vodiy bo'ylab dastavkalari besplatniy bo'ladi. Bizni boshqa respublikalardan, musofirdan turib kuzatayotgan aka-ukalarimiz uchun mana shu nomerda Telegram, WhatsApplarimiz bor. Yeyish-ichishlari zo'r aka-ukalar, yeyish-ichishlari zo'r. Tanijoni sog', sog'ligi yeb ichishlariga bir hafta garantiyasini beramiz. Yashur dermatitga garantiya bera olmaymiz, chunki bu havodan yuqishi mumkin bo'lgan narsalar, lekin bizi qo'limizda turgan holatida mana yeb ichib o'ynab turgan narsalar aka-ukalar. Videoni oxirigacha ko'ringlar, bitta-bittadan olib chiqib ma'lumotlarni ko'rsatib, turgizib ma'lumotlarni beramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, bo'ladiganlaridan kelgan, polvonlaridan kelgan, to'qol deganga to'qoli, Qirg'iziston shved deganiga Qirg'iziston, savayskiy deganga savay, har xillaridan bor. Puli yengil, bitta hali nima deydi? Bonusiga aka-ukalar. Puli yengilidan ham bor mana. Qadrdonlar. Bo'ylarini o'lchab ko'rsatamiz, do'stim. Bo'ylari. Tomondan uch keldingmi ko'rinish? Bo'laveradi. O'ziga o'ng kelgan tarafdan. Xo'p, 1.5 plus. 1.5 plus. 1.5 plus. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, Qirg'iziston gibrid bu. Xudo xolasa Qirg'iziston buqaga qo'yilgan shekilli, buni enasi tonlaridan o'zi aytib turibdi, orqa oldilari zo'r. Keyingi buqamiz toza Qirg'iziston. Ana shuni qulog'ini ham ko'rsating-da, boy. Birkalari necha ekan? Hop, 0738 aka. Bu yoqqa bitta burib ko'rsating. Qirg'iziston, ha? Qirg'iziston. 0738. Bo'ylari. O'lchoring, qaysi tomondan bo'lsa, ko'rsat, to'g'ri. Taxminiy endi bu 1.10 plus bo'ldi. Keyingisi. Bu hurmatli kuzatuvchilar metrlab olinadigan narsalar emas aslida. Sizlar shunchaki taxminiy hisobini bilishinglar uchun aytib o'tib ketyapmiz. 1.15. 1.15 plus. 1.15 plus. Ozgina kichikroq qilib aytyapmiz, hurmatli kuzatuvchilar. Hammasini sal ozaytirib aytyapmiz, xudo xolasa oshig'i bilan chiqaveradi. Bunimizdan oshdi. 1.15 plus. Juda boshqacha narsalar. 1.15 bu. 1.15. Xo'p. Qadrdonlar, bittadan like ni bosib qo'yinglar. Videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsanglar, bittadan like ni bosib tursanglar, xudo xolasa endi bitta-bittadan turgizib ko'rsatamiz. Bo'ylarini aytdik, yeyish-ichishlarini ko'rdinglar. Gavdalari, qaddi qomatlarini ko'rdinglar. Endi yurish-turishlarini ham bir qator ko'rib, ana undan keyin tanlab savdolarni qilaverasizlar. Mana hurmatli kuzatuvchilar, birinchi buqachamiz. Gibrid. Qirg'iziston gibrid. 6-7 oylik. 6-7 oylik atrofida buqacha. Yurish-turishlarni bitta aylantiring, do'stim. Juda sho'x narsa. Bo'ladigan narsa, o'ynab turgan narsa. Sog'ligi yeb ichishlariga bir hafta garantiyasini beramiz. Buni qaranglar. Orqalari ham zo'r molda. Polvon. Bo'ladigan narsa. Puli yengilidan. Qadrdonlar, puli yengilidan so'raganlarga aka-ukalar. Xo'p. Mana hurmatli kuzatuvchilar, puli yengilidan so'raganlarga aka-ukalar. Xo'p. Narxiga 19 million so'm aka-ukalar. Ozgina xayri bor, vodiy bo'ylab dastavkalari besplatniy, qolgan viloyatlarga ham kelishilgan holatda hamma joyga dastavkasi bor. 19 million so'm ozgina xayri ziynati bor. Ketdik do'stim, yurgizib oling.
Kes. Birinchi raqamli buqachamiz. Aka-ukalar, birinchidek buqachamiz deb savdo qilaverasizlar. Ikkinchi raqamli buqamiz. Xo'p, o'ta qo'polidan, ayiq polvonidan aka-ukalar, ikkinchi raqamli buqachamiz. Toza Qirg'iziston shved poroda. Oq quloq, oq tumshuq, stakan tuyoq. Orqalarini bitta yetalaymi? Kengligini ko'rsataylik buni. Orqalarini ko'ringlar aka-ukalar. Bo'ladigan polvon narsa. Xudo xolasa, hurmatli kuzatuvchilar, Yashurdan chiqqan, menga beg'alvasidan bo'lsin, Qirg'iziston buqa bo'lsin deganlarga Yashurdan ham chiqqan. Xudo xolasa, polvon narsa, oyoq qo'llari baquvvatligiga qarang. Bo'ylarini 1.10 plus dedik-a? 1.10 plusga olarsiz. 1.10 plus. Sog'lig'i yeb ichishlariga Yashurigacha garantiyasini beramiz. Vodiy bo'ylab dastavkalari besplatniy bo'ladi aka-ukalar. Qolgan viloyatlarga ham kelishilgan holatda dastavkalari bor. 23 million so'm, ozgina xayri bor, kelishiladigan joyi bor. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Ketdik do'stim, yetaloving. Mana aka-ukalar. Juda polvon narsa. Mana hurmatli kuzatuvchilar, 3-raqamli buqamiz. Bo'ylari 1.20 ga yaqin, sog'lig'i yeb ichishlari, yoshliklari zo'r. 1.15, 1.20 oralig'ida. Oq quloq, oq tumshuq, stakan tuyoq, savayskiy shvedlardan. Orqa oldilari zo'r aka-ukalar. Xudo xolasa yaqin orada yemga tashlaymiz degan aka-ukalarimizga ham to'g'ri kelaveradi. Etlari ham zo'r, uzunligi zo'r asosiysi aka-ukalar. Xo'p, tanijoni sog'. Albatta, Yashur dermatitdan tashqari boshqa yeb ichishlariga garantiyasini beramiz. Vodiy bo'ylab dastavkalari besplatniy bo'ladi aka-ukalar. Xo'p, 23 million so'm, kami xayri bor, vodiy bo'ylab dastavkalari dogovorda ichida. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Mana 4-buqamiz. 4-raqamli buqamiz. Oq quloq, oq tumshuq, stakan tuyoq. Hozirgi buqamiz bilan bo'ybaslari ham, e'tiboshlari ham hamma yo'g'i deyarli bir xil. Ikkovini bir joyga olib tashashni tavsiya qilamiz aka-ukalar. Orqa oldilari ham hamma yo'g'i zo'r. Tanijoni sog', beg'ubor. Bo'ylari 1.15, 1.20 oralig'ida. Toza narsa, bo'ladigan narsa. Aka-ukalar, sayratadigan joyi ham, yayratadigan joyi ham pulida. Ishlarni ko'rish. Hamma yo'g'i go'zal. Orqa oldilari stoykalarni qaranglar. Polvon narsa, o'ta polvon. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, narxiga keladigan bo'lsak, puli yengil. 22 million so'm. Kami bor, kelishiladigan joyi bor. Telefon qilasizlar, kelishamiz aka-ukalar. 5-buqamiz. To'qolidan, polvonidan so'raganlarga aka-ukalar, kallalarini qaranglar, turishlarini, stoykalariga e'tibor beringlar. Tanijoni sog', o'ynab turishlariga e'tibor beringlar. Aka-ukalar, bo'ylari 1.15 ga yaqin, 1.10 dan oshiq, 1.15 dan sal pastroq. Lekin doim aytaman, bu metriga qaramanglar, bu bo'ybasiga emas. Molni sortiga qaranglar, ko'chatiga qaranglar. Bu polvonligiga ishqiboz bo'linglar sifatiga aka-ukalar. Xudo xolasa, tonnaga qarab ketadigan buqalarimizdan yaxshi boqib tursanglar, yeyish-ichishiga chidasanglar aka-ukalar. Sizlarga bitta mashinani xudo xolasa foydaga tashab ketadigan narsalar bo'ladi. Hali yosh aka-ukalar, yoshiga yetmagan, 1 yasharga yetmagan hali buqachalarimiz. Hammasi bularning ichida 1 yasharlik buqachamiz bir dona bo'lishi mumkin. Xo'p, 3-raqamli buqachamiz. Qolganlari yoshiga yetib yetmagan narsalar aka-ukalar. Xo'p, puli yengil, hurmatli kuzatuvchilar. 22 million so'm. Kami bor, kelishiladigan joyi bor. Vodiy bo'ylab dastavkalari mana shu dogovorning ichida uylarga yetib boradi. Hurmatli kuzatuvchilar, bellarini boyibda ko'rsatingda, bunday qarishni qo'yib ko'rsatingda polvonligini. Juda baquvvat narsa bu. Mana qaranglar, qadrdon. Shunday hurkayroq endi. Mana qaranglar. Qadrdonlar. Belni qaranglar. Dahshat. Xudo xolasa bo'ladigan narsa. 22 million so'm aka-ukalar. Kami bor, kelishiladigan joyi bor. Telefon qilaverasizlar aka-ukalar. Ekrandagi nomerlarimizda Telegram, WhatsApplarimiz bor. Ketkizgan vaqtinglarga rozi bo'linglar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lish tugmalarini bosib qo'yasizlar. Albatta, bittadan layklarni bosib, bizni kamtarona mehnatimizni oladigan insonlar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hali beri mol olish niyati yo'q. Shunchaki videoga ko'zi tushgan aka-ukalarimizdan bittadan qo'ng'iroqchani cholib, bittadan laykni bosib, kommentariyaga kirib, otasiga rahmat, baraka topsin deb yozib qo'ysanglar ham, iloyim havas qilgan insonlarni xonadonida 10 ta shunaqa mollardan tursin. Iloyim
birovga ishinglar tushkunlik qilmasin, o'zingizlarni pulinglar, o'zingizlarni xonadoninglarda tursin aka ukalar. Mol qilib baylab qo'ysanglar hech qachon buni o'rni yo'qolmaydi aka ukalar. Pulinglarga pul qo'shilib tursa turadiki, hech qachon ziyon qilmaydi. Olganlarga, sotganlarga Alloh barakasini bersin, oqibatimiz xayrli bo'lsin. Musofirda yurgan aka ukalarimiz o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Bugunga mana shular qadrdonlar. Go'zallaridan, zo'rlaridan ko'rsatdik sizlar uchun maxsus video qildik. Qo'ldan kelgancha kimga qaysinisi ma'qul kelgan bo'lsa, raqamiga qarab telefon qilib savdosini qilaverasizlar. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi raqamdagi buqalarimiz deb savdolarni qilaverasizlar aka ukalar. Joninglar sog' bo'lsin, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar.